Assalomu alaykum, qadrli agroterapiya kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun malina biznesini foydalari haqida mavzu qilamiz. Ekilish tartibi va hokazo ularga to'xtalib o'tirmaymiz. Ketadigan qisqacha xarajati hamda qancha daromad ko'rsa bo'ladi, mana shular haqida gaplashamiz. Xo'p, malinani mana bu holati, mana bu sorti Dilniva navlari hisoblanadi. Bu nav Yevropani navi hisoblanadi. Aynan Polshada paydo bo'lgan nav hisoblanadi. Bu jaydari malinalardan afzalligi eng asosiysi dehqon uchun nimasi? Daromadi qimmatligida. Hozirgi kunda bugunchi islomimiz 27-iyun, yozning qoq o'rtasida turibmiz. 170-180 ming so'mdan ko'taraga savdoga chiqarilayotgan malinalar. Jaydari malinalar narxini bilamiz, ko'rganmiz. 30 ming so'mga ham bor, 50 ming so'mga ham bor. Lekin ulardan qancha bo'lyapti? 3-4 barobarga mana bu malinalar qimmat. Dehqon uchun juda ham yaxshi. Sabab bu malina sifat jihatdan undan ancha yuqori turadi. Birinchidan, tezda ivib qolmaydi. Transportga juda ham chidamli. Ikkinchidan, mana mevani yirigligiga e'tibor qilingizlar. Meva. O'zimizning malinalar bunaqa yirik bo'lmaydi. Yirik, rangi tiniq va ta'mi o'ta mazali. Haqiqiy malinani yeganda his qilasiz va o'ziga yarasha ajoyib ifori ham bor. Mana shu xislatlari uchun bozorda ularga nisbatan yuqori baholanadi. Xo'p, bu yer Toshkent viloyatida joylashgan malina zordamiz. E'tibor qilingizlar. Deyarli issiqxona ham deyilmaydi bu. Ustida klyonkasi yo'q. Ochiq dala sharoitida yetishtirilgan 55% to'rni tagida turibdi. Mana shu yer 10 sotix, har 2 kunda ishonasizlarmi? Har 2 kunda 4-5 million so'mlik malina savdoga shu yerdan chiqarilyapti. Maydon ko'p keng emas. Bor yo'g'i 10 sotix maydonda qilinayotgan ishlar. Bu yerdan misol yozi bilan har 2 kunda 4-5 million so'mdan terib tursangiz, ancha muncha daromad qilsa bo'ladi. Chunki bu remontatniy sort, bir marta berib to'xtab qolmaydi. Mana bunaqasiga yuqoridan gullab, mevalari yiriklashib kelaveradi, siz teraverasiz. Vaqti-vaqtida pitaniyalarni berib tursangiz, buni yetishtirish oson. Unaqa o'ta kuchli agrotexnika talab qilinmaydi. Muhimi to'g'ri parvarish, yengil-yengil pitaniya berib turilsa bo'ldi. Unaqa o'ta murakkab qilishimiz shart emas. Mana issiqxona holatini ko'rib turibsizlar, unaqa nima deydi? Jahon standartiga javob beradigan ham joy emas. Lekin daromadi juda ham ko'zni, insonni quvontiradigan darajada yaxshi. Bu yerga 10 sotix maydoniga akamiz aytishi bo'yicha 850 tupgina ko'chat ekilgan. Shunda 1 gektariga 8,5 ming tup hisobidan ekilgan. Ko'chatlar holatini ham ko'rsating. Mana. Ko'chatlar hali birinchi yil. O'tgan yili kuzda ekilgan, bir sira pastidan kesib tashlangan, bilasizlar, malina ildiz bachkidan chiqib keladigan, ildiz kurtakdan chiqib keladigan o'simlik. Pastidan chiqib kelgan, har 1 metrga 3 donadan ekilgan. Bunisi qator bilan keyingi qator umumiy yuradigan joyimiz esa где-то 2,5 metrdan kam emas. 2,5 metrdan kam emas. Mana shunaqa holatda ekilgan. Hozir egalari maza qilishyapti, chunki daromadi juda ham yaxshi, bozorda yuqori baholanar ekan bu nav. Xudo xolasa aytdi menga, agar reklama qilsang, ko'chatidan ham xalqqa chiqarib beraman dedi. Xudo xolasa kuz, oktyabr oylari ko'chatini qilamiz hamda erta bahorga juda ham katta ob'yomda ko'chatlarni qilamiz. Xudo xolasa kelishgan narxlarda ajoyib shaklda sizga ko'chatini qilib beramiz hamda yetishtirishni ham birgalikda o'rgatib boraveramiz. Mana shunaqa holat. Bu yerda sug'orish, boshqa narsa ular haqida to'xtalish niyatim yo'q. Ularni keyingi videolarda xudo xolasa mutaxassislar bilan qo'yib boraveramiz. Hozir sizlarga asosan daromadi haqida juda ham zo'r biznes ekanligini tushuntirib bermoqchiman. Sabab buni qish oyida misol yoqish shart emas. Boshqa holat kerak emas. Issiqlik ortiqcha talab etilmaydi. Yoz oyida bo'layotgan natija. Eng qizig'i, mana bu malina hozir shuncha bo'lsa, yoz oyida narxi 400 ming so'mlar. Hozirgidan ham 2 barobar qimmat bo'ladi. Sabab o'chib qoldimi? 400 ming so'm bo'ladi. Bu remontatniy sort bo'lganligi hisobiga ham yozi bilan beradi, ham qishi bilan beradi. Qishi bilan yetishtirmoqchi bo'lsangiz, xuddi o'sha qulupnaga qilib beradigan temperaturani qilib berishingiz kerak. Qilmagan taqdiringizda ham yozda o'zida ham maza qildirib yuboradigan natijalar qilib beradi. Xullas, remontatni yil 12 oy beradigan malinalar inshaalloh ko'chatlarini ham
ajoyib tarzda qilib beramiz. Ma'lumot mana shu qisqacha. Obuna bo'lib qo'yingizlar.